Assalomu alaykum, xayrli kun. Qizlar yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugungi kuninglarni xayr va barokat bilan boshlab oldinglarmi? Albatta, ertalabdan qiladigan ishlardan biri bu kollagen tayyorlab ichish. Kollagen shunaqa tushsa, bu original kollagen hisoblanadi. Reski suvni tagiga tushib ketadi. Buni bitta ko'lab turib maza qilib ichib olsanglar bo'ladi. Bu albatta ozishda yordam beradigan Swiss kollagenlarning turiga kiradi. Aynan men ozayotgan jarayonimda men Swiss kollagenini ichganman. Shuning uchun hozir yana boshladim. Nuradan keyin Swiss bilan aralash qilib ichaman. Hop, adamizga o'zlarini suyi bo'g'im kollagenlarini tayyorlayman. Bu 300 ming so'mdan, bu 230 ming so'mdan skidkada. Hop, qizlarjonlar, adamizlarnikini o'sha revmatizmlar bor hisobiga og'riqlar kuchli bo'ladi oyoqlarda. Bilasizlar, revmatizmda aynan o'shalarning og'riqlarini qoldirib berish uchun plus qo'shimcha o'sha suyi bo'g'imga yetishmayotgan vitaminlarni aynan suyi bo'g'imga yetishtirib beradi o'zi. Ichida aynan suyi bo'g'imlar uchun kerak bo'ladigan vitaminlar joylashgan. Albatta olishinglarni tavsiya qilaman. Suyi bo'g'imida og'rig'i bor insonlarimiz albatta bu kollagenni ichishlarini tavsiya qilib qolaman. Mana 300 ming so'mdan 230 ming so'mdan ulgurib olinglar. Biz hozir